8 mart Xalqaro xotin-qizlar kuni munosabati bilan joylarda turli madaniy ma'rifiy tadbirlar o'tkazilmoqda. Namangan teleradio kanalida ham Namangan viloyati Qo'g'irchoq teatri va Namangan davlat pedagogika instituti hamkorligida Qizlarjon tanlovi tashkil etildi. Hozir shu haqda. Ma'lumki, Qizlarjon ko'rik-tanlovi 2003-yildan buyon Namangan telekanali bilan turli oliy ta'lim muassasalari o'rtasida hamkorlikda tashkil etib kelinadi. Mazkur tadbirning navbatdagi 14-sonida Namangan davlat pedagogika institutining 6 nafar talaba qizlari ishtirok etdilar. Tadbir avvalida so'zga chiqqanlar bugun mamlakatimizda xotin-qizlarni har tomonlama qo'llab-quvvatlanayotgani, bunda ayniqsa ilmli olima ayollar safi kengayib borayotganini alohida e'tirof etdilar. Shundan so'ng 3 ta shart tanishtiruv, savol-javob, erkin mavzu asosida qizg'in bahslarga boy tanlov bo'lib o'tdi. Ta'lim dargohida tahsil olayotgan Namangan, Xorazm, Qoraqalpog'istonlik qizlarjonlarning nutq, sahna madaniyati, ijtimoiy-siyosiy sohalardagi bilim, dunyoqarashlari mutaxassislar tomonidan baholab borildi. Ta'kidlash joiz, har bir ishtirokchi o'ziga xos chiqishlari bilan tomoshabinlar olqishiga sazovor bo'ldi. Muhim jihati, pedagogika sohasida yetuk mutaxassis bo'lishni maqsad qilgan qizlar belgilangan shartlarda kreativ, zamonaviy yondashib, iste'dod va bilimlarini mohirona namoyon eta oldilar. Namanganda iqtidorli qizlarimiz uchun juda ham ko'p loyihalar amalga oshirilmoqda. Shulardan biri aynan Qizlarjon tele loyihasidir. Mazkur loyiha 2003-yildan buyon Namangan teleradio kanali bilan hamkorlikda o'tkazib kelinmoqda. Tanlovning ahamiyati shundaki, aynan mana shu Qizlarjon tele loyihasida ishtirok etgan iqtidorli qizlarimizdan 6 nafari bugungi kunda Zulfiya davlat mukofotining sovrindorlaridir. Va ayniqsa ular orasida bugungi kunda jamiyatda o'z o'rnini topib ishlayotgan qizlarimizni borligi, o'zlarini tadbirkorlik faoliyatlarini boshlagan qizlarimizni borligi va muhimi aynan ular bugungi kunda oilalarini mustahkam tutib, jamiyatda ham, oilada ham o'z o'rnlarini topa-olayotganliklari o'ylaymanki, mana shu loyihani juda katta bir ahamiyatini kasb etadi. Baholash mezoniga ko'ra ishtirokchilar maftunkor, zukko, iste'dodli, jozibador, iqtidorli qiz va Qizlarjon malikasi nominatsiyalari bilan taqdirlandilar. Ularga tashkilotchilarning diplom hamda esdalik sovg'alari topshirildi. Qoraqalpog'istondan kelib o'qiysiz, a? Ha, albatta, bu yerda o'qishim menga bilmayman, yoqadi juda ham. Nima oldingiz tanlovdan? O'zbek tilini juda ham mukammal o'rganishimga eng katta imkoniyat berdi deb ayta olaman. Va Qizlarjon tanlovida albatta hamma g'olib bo'lishni istaydi-yu, lekin baribir ham hayajon ko'proq. Masalan, bilim ko'nikmalari oldim, ko'proq o'rganishni, sabr qilishni o'rganishni, shularni oldim deb ayta olaman. Sir emas, oliy ta'lim dargohida bilim egallash asnosida turli tadbirlarda faol yoshlar kelgusida jamiyatda nufuzga ega bo'lib, lider ayollar sifatida shakllanadi. Ular o'z latofati, dunyoqarashining kengligi, ilmga bo'lgan muhabbati orqali zamondoshlariga ibrat bo'lib kelmoqdalar. Aynan Qizlarjon tanlovi ham talaba qizlarning bilim va ko'nikmalarini rivojlantirish, ijodiy fikrlashlarini yanada kengaytirish, ayniqsa milliy urf-odat, an'analarga bo'lgan munosabatlarni mustahkamlashni maqsad qilgan. Ma'naviy, ma'rifiy, badiiy tadbir doirasida tashkil etilgan jarayonlarda bu ezgu g'oya yaqqol ifodasini topdi.